Hey yo, hammaga salom. Sizlar bilan Rizif Movies va bu Kalmar o'yinining 3-fasli. Qochishga urinishlar muvaffaqiyatsiz tugagach, ishchilar barcha jasadlarni yig'ishadi. Tirik qolganlarga esa belgi qo'yiladi. Masalan, Keng tobutiga qo'yilgan belgidek. U Noelga bu sirni kimgadir aytsa, uni o'ldirishini aytadi. Bu orada Son Gixun tobutdan tirik chiqadi. Yon uning yuragini tekshiradi va u tirikligini aytadi. Daeho buni uzoqdan tomosha qiladi. Kema ekipaji yo'qolgan odamni izlashadi. Kapitan bir shisha yo'qolganligini sezadi va uni mast bo'lib uni dengizga tushib ketgan deb hisoblaydi. Son hushiga keladi, lekin ba'zi o'yinchilar endi yo'q. Demak, mukofot jamg'armasi oshadi. Tunda 35 kishi halok bo'lgan va hozirda 60 kishi tirik qolgan. Mukofot 660 million har bir odamga. O'yinni davom ettirish yoki to'xtatishga yana bir ovoz berishadi. Son nima uchun tirik qolganligini tushunishga urinadi. Qo'riqchini ushlab uni otishni buyuradi, lekin uni chetga tortishadi. Frontman Inho buni kuzatib turardi. Kapitan unga portga qaytayotganliklarini aytadi. Inho o'yinga qadar orolni topmasliklarini buyuradi va agar reja buzilsa, ularni o'ldirishlarini aytadi. U o'ldirilgan askarlarni ishchilar bilan almashtirishni va hududni tezda tiklashni so'raydi, chunki VIP mehmonlar tez orada yetib kelishadi. Ovoz berishdan so'ng o'yin davom ettiriladi. O'yinni tarafdorlari Sonning rejasini mazax qilishadi. O'yinga qarshi bo'lganlar halok bo'lishdi. Bu esa tarafdorlar foydasiga ishlaydi. Noelni operatsiya xonasiga olib borishadi. Noel u yerda hammani yo'q qiladi. Faqat birgina shifokor tirik qoladi. Noel undan Kengni saqlab qolishni so'raydi. Axir uning qizi bor edi. Son juda tushkun edi. Hatto ovqatdan ham bosh tortadi. Gem uni ovqatlantirishga undaydi. U Son aslida barchasini qutqarishni va bu o'yinni to'xtatishni xohlaganligini aytadi. Yon esa Dehoni ayblaydi. U o'q-doriga ketgan, lekin qaytib kelmagan. Son esa ovqat yeyotgan Dehoga qaraydi. Usok o'sha odam yo'qolgan kechada kapitanning qo'lida atverka borligini eslaydi. Bu g'alati tuyuladi. Jon Xon esa kapitan xavfli emas deb o'ylaydi. U bir necha yil davomida unga yordam bergan. Ertasi kuni o'yinchilar zinapoyadan ko'tarilishadi. Atrofda osilgan jasadlar bor edi. Ulardan biri Sonning do'sti edi. Yangi o'yinda ishtirokchilar ikki jamoaga bo'linishadi. Kimga qaysi jamoada tushish to'pcha orqali aniqlanadi. Kim va uning sobiq yigitiga turli jamoalar tushadi. Ona va o'g'li ham ajraladi. Gem esa o'g'lidan tashvishlanmaslikni va hali nima o'yin bo'lishi noma'lumligini aytadi. Bu o'yin berkinmachoq edi. Ko'k jamoa 30 daqiqada chiqish yo'lini topishi yoki qizillarga tushmasligi kerak. Qizillar esa ko'klarni topib o'ldirishi shart. Hech kimni yo'q qilmagan qizil o'yinchi o'yindan chiqadi. Ko'k jamoaga kalitlar beriladi. Ular yordamida eshiklarni ochishadi, lekin eshiklar qayta yopilmaydi. Qizillarga esa qurol beriladi, lekin faqat ko'klarga qarshi ishlatish mumkin. Agar kimgadir roli yoqmasa, o'yin boshlanishidan oldin ishtirokchilarga komandani almashtirish imkoniyati beriladi. Bu faqat ikki tomonning roziligi bilan amalga oshiriladi. O'yin boshlanganidan so'ng jihozlar yoki jiletlar almashtirish taqiqlanadi. Son faqat Dehoga qarab turardi. Sanyon atrofida tarafdorlar to'plagan. Ular uni najotkor deb bilishadi. Lim esa Kimdan kompaniyasini almashtirishni so'raydi, chunki ular farzandlari uchun yashab qolishlari kerak. Kim rozi bo'lmagach, Lim unga o'yin boshlansa meni o'ldir, bolamiz omon qolsin deb aytadi. Shuningdek, Yon Gem bilan almashmoqchi bo'ladi. Ammo Gem boshqasini topib, ikkisi birga qolishni istaydi. Yon esa bu ahmoqona deb o'ylaydi. Gemning tizzalari og'riydi. Ikkalasi birga bo'lsa, ularni tezda tutib olishadi. Jendi Songa almashtirishni taklif qiladi, lekin Son unga faqat bir qarash bilan javob beradi. Deho umidsizlikka tushib, boshqa komandaga o'tmoqchi bo'ladi, lekin rad etiladi. U Songa yaqinlashib, "Baribir g'alaba qila olmasdik. Ayb menda emas, reja seniki edi" deb aytadi. O'yin boshlanadi. Gem o'g'liga xavotir olma, agar kerak bo'lsa o'z qurolim bor deb aytadi. Sobiq juftlik ham komandani almashtiradi.
barcha ko'k komandadagilar maydonga kirgach 2 daqiqa vaqt beriladi. So'ng qizil komanda ovga chiqadi. Yon, Ju, Gem va Kim chiqish yo'lini birga izlashadi. Kengning holati yaxshi. Shifokor uni qutqaradi, lekin o'zi o'ldiriladi. Har bir kalit faqat ma'lum qulfni ochadi. Yon 3 ta shakl bor deb hisoblaydi. Uchburchak, doira va kvadrat. Bu shakllar ular bilan mos tushadi. Gem bilan Ju o'z kalitlarini Yonga topshiradi. Shunda ular tezroq harakatlana olishadi. Son bir yigitni ushlaydi. U iltimos meni o'ldirma deydi. Bu Deho emas edi. Shuning uchun Son uni qo'yib yuboradi. Unga faqat Deho kerak. Boshqa qo'yq jamoa a'zolari esa bunchalik omon qolishmaydi. Lim Yon kalitni olib, o'zi ham eshiklarni ocha olishi uchun uni o'zida saqlab qo'yadi. 226. Yun Ju jamoasini tutib oladi va yo'lidan qochishni so'raydi. Unga atigi bitta odam kerak. Yun Ju do'stlarini o'ldirmasligi uchun 226 ga qarshi chiqadi va uni yo'q qiladi. 100-o'yinchi esa jonini saqlab qolish uchun boshqalarni qalqon qilib haqiqiy qo'rqoqdek harakat qiladi. Kim Limon g'olib deb e'lon qilinganligini eshitadi. U bosqichdan o'tdi. Kim ularga Limon ularni topib yordam berishini aytadi. Chunki u va'da bergan edi. 333 haqiqatan ham yordam bermoqchi, ammo uning ortidan Namgyu ham yurardi. 333 unga ishonmaydi va xavotirlanadi, hatto tahdid qiladi. Namgyu esa bu sevgi deb aytadi. U agar ular faqat ko'klarni yo'q qilaversa, qizillarga yetmay qoladi. Bu esa g'oliblar sonini kamaytirishni ta'kidlaydi. Axir ularga faqat bitta odamni yo'q qilish mumkin deb aytilmagan. Dehoni deyarli tutib olishadi, lekin qizil jamoadan biri qoqilib yiqilib tushadi. Deho pichoqni olib qochib ketadi. Kim oyog'ini yomon qayrib olgan. Biroz dam olish kerak. U boshqalardan yo'lni davom ettirishni so'raydi. Shu payt Kimning to'lg'og'i boshlanadi. Folbin Sanyon yolg'onchi edi va o'z jamoasini o'limga olib kelgan. Ammo u chiqish yo'lini topadi. U yerga esa 3 ta kalit kerak edi. Shuning uchun u yana kalitlarni izlashga qaytadi va yo'lini belgilab boradi. Nega kino sharhlar, qo'rqinchli animatsiyalar va Arnoldning sarguzashtlari kam chiqayotganini bilmoqchimisiz? Bo'lmasa eshitib oling. Shirin olma ekan. O'zbekcha kontentlarga YouTube pul bermasdi. Shu sabab biz Amerikan kanallarini yurg'azib, bir videodan hattoki $500 daromad olyapmiz. Eng zo'r tomoni, umringizni oxirigacha bu videolar sizga soqqa to'laydi. Mayda Amerikan kanallar sizga oyiga $300 dan $500 daromad olib keladi. Lekin 10 ta bo'lsa-chi, kalkulyatorga solib ko'ring. Buni siz ham qila olasiz. Nima kerak deysizmi? Oddiy telefon bo'lsa bas. Ingliz tilini esa bilish shart emas. Shunchaki bizning Telegram kanalimizga o'ting, tekin darslarni va YouTube'da kanal yurg'azib, soqqa bosishni o'rganing. 4 kishilik jamoa joylashgan xonaga qizil forma kiygan kishi kiradi. Yonju unga hujum qiladi, ammo jarohat oladi. Qizil o'yinchini o'ldiradi. Ular tasodifan chiqish eshigi bo'lgan xonaga kirib qolishadi. Yonju chiqib ketishi mumkin edi, ammo u jamoasini tashlab ketmaslikka qaror qiladi. U xursand bo'lib, chiqishni topganini aytadi. Lekin shu payt uni 333 o'ldiradi. Keyin u eshikni topib 124 ni olib ketadi. 100-o'yinchi kalitni tortib oladi va yana eshikni yopib navbatdagi xoinlik darajasiga o'tadi. 125-chi xonaga kirib dori ta'sir ostida Folbin ayolni Namgyu deb o'ylab uni o'ldiradi. Kim va Gem chiqishni topishadi. Shu payt ortlarida Yon paydo bo'ladi. Gem Kimni himoya qiladi. Yon g'alaba uchun Kimni yo'q qilish kerakligini aytadi. Gem unga qarshi boradi va Kimni himoya qiladi va o'g'liga pichoq sanchadi. Bu orada Son Dehoni topadi. Deho dengiz askari emasligini, tatuirovkasi soxta ekanligini tan oladi. Ular o'zaro olishishadi va Son g'alaba qozonadi. Bu bosqinda 35 o'yinchi halok bo'ladi. 25 kishi qoladi. Yangi ovoz berish vaqti keldi. Bu orada VIPlar yetib kelishadi. Usok portdagi odamlardan kapitan haqida so'raydi, lekin hech kim uni tanimaydi. Yana surishtiraman. Kapitan Pakni kuzatinglar deb aytadi. Ovoz berish natijasida o'yin davom ettiriladi. Noel qora kvadratni qo'lga oladi. U ham noqonuniy savdoda qatnashgan. U o'zini va 016 raqamli askarni qo'riqchilar safiga tayinlashni buyuradi. Tashqaridan qaraganda bu raqamni hozir keng kiygan.
bu shifokorga tegishli edi. VIP mehmonlar kelganligi sababli bunday holatni shovqinsiz hal qilish ularning obro'si uchun yaxshiroq bo'lardi. Jun akasi uni otgan joyini topadi va orolni topishga Gem hanuz son ularni qutqarish uchun kelgan deb o'ylaydi va undan Kim hamda bolasiga yordam berishni so'raydi. Son uzr so'raydi va qo'ldan kelmasligini aytadi. Birozdan keyin Noel kerakli kalitni topadi. Biroq keyin ular 016 jasadini topishadi va shifokor o'lganligini tushunishadi. Tunda Usok kapitanning uyiga kiradi. Devorda tashviqotchi bilan surat va hovlida o'yin. Askarlar kiyimini ko'radi. Hamma narsa yaxshi ketayotgandek edi. Biroq politsiya uni ushlab oladi. Yangi kun boshlandi. Gem o'zini o'ldirgan edi. 149-o'yinchi safdan chiqqan. Qolganlarga yangi o'yinga chiqish haqida xabar yuboriladi.